Erkakni faqat ayoldan energiya oladigan qilib yaratgan. Uylanguncha onasidan, uylangandan keyin ayolidan. Qizidan, opasidan, singlisidan ololmaydi energiyani. Ayolni hamma narsadan energiya oladigan qilib yaratgan Xudo. Erkak bizadan energiyani oladi va u ruhiy holati yaxshi bo'ladi, xursand bo'ladi. U bu energiyani ishiga sarflaydi va uni pul ko'rinishida bizga qaytarib keltirib berishi kerakda. Bitta erkak 99 yil yashashi kerak. U nimani hisobiga yashaydi? Mana shu ayoldan oladigan energiyasini hisobiga ham yashaydi deb oladigan bo'lsak, ayol unga energiya bermasa, uni birinchi ishida minus ketadi, pulida minus, kasalliklar va u vafot etishi kerak. Lekin u 99 yil yashash uchun kelgan, qaysidir vazifalarni o'tash uchun kelgan bu yer yuziga uni o'sha vazifalarini davomiy o'tashi uchun boshqa ayol berilishi majbur. Bizga tushuntirib berilayotgan bo'ladi. Sani o'zi munosabating yomon, to'g'rila, munosabatingni yaxshila, oilang uchun qayg'ur, oilani oila deb bil, oilani barbod qilma, o'zgar deb signal berilayotgan bo'ladi. Biza bu narsani ko'rmaymiz, biza bu narsani eshitmaymiz. U xato qilyapti, u axloqsiz, u noto'g'ri qilyapti deb qaraymiz. Nega unda Xudo shunaqa qilib beryapti uni? Nega Xudo o'zgartirib bermayapti axloqsiz bo'lsa? Nima jarayon ketyapti aslida? Biza bunga qarashimiz kerak. Tushundingizmi shu joyni?